Hammaga salom do'stlar. Men sizlarga hozir Minecraft Java editorida albatta Androidlarga o'rnatishni ko'rsataman. Buning uchun bizga mana shu ilova kerak bo'ladi. Bu ilovani Google Play va Telegram kanalida topib olishingiz mumkin. Bu ilova Androidlar uchun ishlatilgan. Albatta Java'ni bundan o'ynasa bo'ladi. Do'stlar, bu ilovaga kirasiz. Kirganingizda xuddi shunday o'yina chiqqanda mana shu yerdan versiyani tanlaysiz. Barcha xohlagan 1.20 dan to 1.0 dan 1.20 gacha versiyalar bor. Tanlab tortib olasiz va saqlash tugmasini bosib, bu yerga akkaunt kiritasiz. Akkaunt kiritgandan so'ng login bosib, play bosib o'yinni boshlaysiz. Avtomatik ravishda o'yinga ketadi o'zi. Bunga shader va modlar qo'ysa bo'ladi albatta. Buning uchun buni kelgusi videolarimda ko'rsataman do'stlar. Mana shunday qilib bosasiz. Va mana do'stlar, bu Minecraft Java. Bunda shodlamalarda ham mana do'stlar, bu Minecraftga shader qo'ysangiz juda zo'r bo'ladi, chiroyli hamda eng zo'r shaderlar tushadi. Bunga modlar qo'ysa ham bo'ladi. Modlar qo'yish uchun alohida buni install qiladigan narsalari bor. Buni kelgusi videolarda aytib o'tkaman. Bu albatta kompyuter Javasi bilan bir xil. Prosta launcheri boshqa xolos. Mana do'stlar, men birinchi sozlab olaman. Bu Minecraft albatta Bedrock'tan ko'ra ozgincha yaxshiroq. Mana do'stlar, haqiqiy Java editor. Bu hozir qotishi, shu video yozib olayotgandan ozgincha qotyapti. Ammo sizlarda bu Minecraft qotmaydi.